Temirdan yasalgan karavotlarni uzoq yil sifatli xizmat qilish uchun nimalarga ko'proq ahamiyat qilish kerak? Hozir yoritib beraman. Birinchi o'rinda dizaynga juda ham kuchli ahamiyat berish kerak. Chiroyli bo'lish kerak, lekin mustahkam bo'lish kerak. Katta o'lchamda yasalgan bilan chiroyli dizayn uni nozik ko'rsatish kerak. Ikkinchi o'rinda uni yog'och qismi bo'ladi. Pol qismi haqiqiy strapeladan laklangan holatda bo'lishi kerak. Uchinchi o'rinda bo'yoq juda ham sifatli bo'lishi kerak va uni ustidan albatta lak urilgan bo'lishi kerak. Karavotning temir qismini bo'yog'i avtokraska bo'lsa, juda ham mustahkam chiqadi. Ustidan albatta avtolak ham urilishi kerak. Bu kichigiga ham shu avtolakka qo'shiladi va mustahkam bo'ladi. Yog'och qismimiz haqiqiy strapela 15 ga 4 sm. Buni usti yaxshilab shelpovka bo'ladi. Silliqlangandan keyin 4 tarafi ham lak bo'ladi. Yog'och lakini eng sifatlisidan ishlatiladi. Shunaqa balondan 4 ta oyog'ida ham bor. Bu baloncha juda ham mustahkam bo'ladi. Bu karavotni soya joylarga, istagan joylarga ko'chirish uchun juda ham qulaylik beradi. Shu 3 ta narsaga kuchli ahamiyat qilinsa, mahsulot juda ham sifatli chiqadi. Mana ustida yurib turibman, ko'rib turibsiz, umuman qimirlamaydi, chunki strapeladan yasalgan. Temir qismi ham juda ham mustahkam. Bunga maxsus buyurtma uchun zinalar ham qilib berganmiz. Xohlasak, xon taxtalari bilan qilib beramiz. Xuddi shu ko'rib turgan karavotingiz Toshkent shahriga buyurtma asosida yasalgan. Komfortlarga murojaat qilsangiz, mana shunaqa sifatli va bundan ham boshqa fasonlardan taxlab berib, uyingizgacha yetkazib berish xizmati bor.